Yubiley. Bugun naqd 60 ga to'lib, Krugli datasi bo'lsa-ku, Vali Soliyevich yubileyini qanday o'tkazishni o'zi bilardi-ya. Nachora, 60 ga emas, bor-yo'g'i 59 ga kirdi. Shuning uchun tug'ilgan kunini kamtarona nishonlashga qaror qildi. Shunga qaramay xo'jayinning tavallud kuniga butun jamoa yig'ildi. Hammasi risoladagidek bo'ldi. Vali Soliyevichni to'rga o'tkazishdi. Oldiga kattakon savatda guldasta, yonboshiga har ehtimolga qarshi sovg'a-salomlar uchun pastak kursi keltirib qo'yishdi. Tantanali kechani kasaba uyushmasining raisi ochdi. U muhtaram yubilyarning hayoti va faoliyati to'g'risida ma'ruza qilish uchun so'zni Vali Soliyevichning muoviniga berganda, yig'ilganlar o'rnidan turib, gulduros qarsak chalib yubordilar. Zam mikrofonni changallab, bir-ikki puflab qo'yganida uzoq jimib qoldi. Bugun biz tarixiy voqeaning guvohi bo'lmoqdamiz, dedi nihoyat titroq ovozda. So'ng to'y bolalardek iymanib o'tirgan yubilyarga qarab davom etdi. Kechirasizlar, aziz do'stlar. Kechirasiz, muhtaram Vali Soliyevich. Men shu qadar hayajondamanki, gapni nimadan boshlashni bilolmayapman. Men sizning mo'tabar otangizga havas qilaman. Sizdek ulug' farzandni tug'dirgani uchun. Men sizning muhtarama onangizga havas qilaman. Sizdek buyuk o'g'ilni tug'gani uchun. Men o'z kollektivimizga havas qilaman. Shunday odamning dono rahbarligi ostida ishlash baxtiga muyassar bo'lgani uchun. Men o'zimga havas qilaman. Sizdek jahonshumul shaxsning zami bo'lganim uchun. Menga bundan katta baxt yo'q, aziz ustozim. Yig'ilganlar tag'in baravar qarsak chalishdi. Muovinning o'zi hammadan qattiqroq chalib zalga o'girildi. O'rtoqlar, dedi maestro. Men bir narsadan jinday xafaman. Hammaning diqqatini tortish uchun bir zum sukut saqladi-da, davom etdi. Shuncha paytgacha Vali Soliyevichga nima uchun akademik unvoni berilmaganiga hayronman. Umid qilamanki, ustozimizning 60 yoshini akademik sifatida nishonlaymiz. Zam nutqini yakunlab, yubilyarga jamoa nomidan yupqa ekranli televizor sovg'a qilganda, qarsaklar ovatsiyaga aylanib ketdi. So'z navbati boshbuqqa berildi. Aziz birodarlar, dedi boshbuq vazminlik bilan. Tag'in bu odam o'zining tog'asini maqtayapti demanglar-ku. Men Vali Soliyevichni tog'am emas, otam deganman. Agar bu dunyoda ishning ko'zini biladigan donishmand odam ikkita bo'lsa, bittasi Vali Soliyevich. Agar bitta bo'lsa, shu kishini o'zi. Misol kerakmi? Пожалуйста. Bultur kuzda non yemas komissiya degan palakat ishimizdan ishkal topib, prokuraturaga oshirga voray deb turganda, shu inson aziz vaqtlarini ayamay, shaxsan o'zlari yordamga yetib keldilar. Tekshiruvchilarning og'zini yopish uchun qancha ko'kidan ketganini bilmayman-ku, ammo tashkilotimizning obro'sini saqlab qoldilar. Qani aytingchi, qaysi boshliq, qaysi olim shunday mayda-chuyda yumushlarga vaqtini sarflab o'tiradi? Tog'ajon, mana bu qiyiqchani keliningiz o'z qo'li bilan tikkan. Amir Olimxonnikidan qolishmaydigan mana bu zarchapon esa kenja jiyaningiz. Ya'ni bizning o'g'ilchada arzimas sovg'a. Qarang, chap ko'kragiga kak yuragingiz ustiga tilla harflar bilan VS deb yozib qo'yilibdi. Bosh buxgalter to'n yopa turib Vali Soliyevichning ko'ksiga boshini qo'yib yig'lab yubordi. Yubilyar bir nima deb yupatdi-yu, qarsaklar ostida hech kim eshitmadi. Keyingi so'zni yubilyarning sodiq shogirdi Ra'noxon oldi. Kimki dunyoda bitta oftob bor desa, bekor aytibdi, dedi ishonch bilan. Men uchun olamda ikkita quyosh bor. Biri osmonda, biri yerda. Vali Soliyevich yerdagi quyosh bo'ladilar. Osmondagi oftob kechasi g'oyib bo'ladi. Siz esa kecha-kunduz bizni yoritib, isitib turasiz. Sizning ixtirolaringiz Nobel mukofotiga arziydi. Masalan, qurilishda pishiq g'isht o'rniga oddiy guvaladan foydalanish necha million so'm daromad keltirishini siz isbotlab berdingiz. Agar siz bo'lmasangiz, menga o'xshagan parastoy bir ayol ilm qilishim mumkinmidi? Sizning dono rahbarligingiz ostida gaz yoki elektr energiyasi sarflamay, guvalani oftobda quritishni ilmiy jihatdan qanday isbotlardim? Siz boshimni silab, bag'ringizga olmasangiz, go'rsuqda erimning paypog'ini yuvib yuravergan bo'lardim. Mendek sevikli shogirdingiz baxtiga yuzga kiring. Ruxsat eting, o'z qo'lim bilan tikkan do'ppini shu aziz boshingizga kiygizib qo'yay.
do'ppi kichikroq keldi. Ammo Vali Soliyevich ranjimadi. Ra'noxonni otalarcha mehr bilan bag'riga bosgan edi. Shogirdi adashib, labini tutib qo'ya qoldi. Kotiba qiz Zuliya. Zulayho navbat kutib o'tirmay dirkillab minbarga chiqib bordi. Etagi tizzasidan 2 qarich baland, yalang'och kindigiga zirak taqib olgan Zuliyani ayniqsa qizg'in olqishlar bilan qarshi olishdi. Men Ra'no opamga o'xshab chiroyli gapirishni bilmayman, dedi o'ktam ovozda. Qarochi, men Valijon akamni sevaman. Vobshe biz ayollar hammamiz sizni sevamiz. Men bo'lsam, bezumma sevaman. Dunyoda bunaqa обаятельный erkakni ko'rmaganman. Saxiyliklarni aytmaysizmi? Masalan, yangi yilga Valijon akam menga frantsuzska duxik podarka qildilar. Chanel. Mana va kalsoni esa u qo'lidagi tilla uzukni negadir Ra'noxon tomonga ko'rsatdi. Международный женский bayramda prepatsit qildilar. Yaqinda menga kvartira olib bermoqchilar. Valijon aka, tug'ilgan kuningizga nima podarka qilishni o'yladim. Ko'p o'yladim. O'ylab, в конце концов o'zimni sovg'a qiladigan bo'ldim. Qiyqiriq, qarsakbozlik bo'lib ketdi. Yubilyarning oldida o'tirgan zam tabrik so'zini kadrlar bo'limining boshlig'iga berdi. Keksa bo'lim mudiri inqillabroq minbarga chiqdi. 2-3 marta yo'talib oldi. Ukaxon, dedi mikrofonni zing'illatib. Xafa bo'lmaysan-ku, sani ukam deyishga moralniy haqqim bor. Men bu dargohda 43 yil ishladim. Ne odamlar kelib ketmadi. Shunday dedi-da zalga qarab gapda davom etdi. Valijon birinchi ishga kelgan kezlari shimini ko'ndalang dazmollab yuradigan so'takkina bola edi. Ishga kirishga ariza yoz desam, arizani qanaqa yozadi deb so'ragani esimda. Meni ishga olishingizni so'rayman degan 4 tagina so'zi 8 ta xato qilganini ko'rib, "San savodsiz qay go'rdan kelib qolding" degan edim. Yubilyarning oldida o'tirgan zam bezovtalanib qoldi. Qo'lidagi qalam bilan stolni 1-2 chertgan edi. Отдел kadrning qulog'i og'ir bo'lgani uchun eshitmadi chog'i baqirib so'zida davom etdi. Xabaringiz bor. Darwin degan inglizmi, yaponmi olimi mehnat maymunni odamga aylantirgan degan. Topib aytgan ekan zanglar. Mana sizlarga jonli misol. Valijon hech qachon mehnatdan qochmadi. Oxiri odam bo'ldi. Yoshlik, beboshlik deganlari to'g'ri. Yoshlikda hammamiz ham ichganmiz, chekkanmiz. Valijon bir ichsa zapoy bo'lib ichardi. Bo'kib ichardi. Ammo lekin birovni xafa qilmasdi. Nuqul ashula aytardi. Lichna o'zim 11 marta hushyorxonadan olib chiqqanman. Mentlar ham tanib qolgandi. Iya, hofiz yana kelib qoldilarmi? Qani, katta ashuladan bo'lsin deyishardi. Valijon sovuqqina xonada mayka tursida o'tirib bog'orani olardi. Mana, Xudo insof berarkan-ku, 2 yildan beri ichishni sabsim tashladi. Zam o'rnidan turib ketdi. Reglament deb dashnom berganda notiq yana eshitmadi. Valijonning birinchi xotini farishta dedi shavq bilan davom etdi. Men buni yelkamda ortmoqlab uyiga borsam, kelin sho'rli izza bo'lardi. Xo'p, mehnatkash, andishali juvon edi. Hayronman. Shayton yo'ldan urdimi, boshqami? Valijon mana shu ikkinchi xotiniga elakishib qolsa deng. Necha marta aytdim. Voy bola, ahmoqlik qilma dedim. Quloq solmadi. Mana oqibat. Yaxshi xotin bo'lsa, erining yubileyiga kelib, yonida o'tirsa o'ladimi? Yo'q. Kelmaydi. Valijonga ham hayronman. Shundoq katta odam xotinini ko'rsa, ajdarga duch kelgan quyonday qaltirab qoladi. Ammo ukaxonim ham birovdan qarzdor bo'lib yuradigan anoyilardan emas. Xotin zotiga suyagi yo'q. Lokin men Valijonni vinovat qilmayman. Valijon xotinboz emas. Xotinlaring o'zi valijonboz. Zam bu yog'iga chidolmadi. O'rnidan turib ketdi. Navbat kechamizning badiiy qismiga deb e'lon qilib qo'ya qoldi. Отдел kadr yana 1-2 gapi chala qolganiga ranjibroq minbardan tushishi bilan konsert boshlandi. Zamning o'zi birinchi bo'lib paxsa devor degan qo'shiqni aytdi.
To'yib yana shampan ichib olgan Ra'noxon lo'mboz raqsiga biram eshilib o'ynadi. Zo'ryaxon balo ekan. Lazgiga chalinglar, lazgiga dedi-da qo'ng'iroqdek ovozda va'dasida turorim bari kel, na qilsang ixtiyorim bari kel deb kindigidagi zirakni silkitib shunaqangi raqsga tushdiki, erkaklarning qiyqirig'ini tomni ko'chirib yuboray dedi. Xuddi yubilerini qutlagandek tashqarida momaqaldiroq gumburladi. Ketidan sharros jala quyib yubordi. Kecha oxirlab qolganda jindek ko'ngilsizlik bo'ldi. Hamma baravar tomsuvoq raqsini ijro etayotganida kichik xodim Qo'shaqvoy eshikdan baqirib kirdi. Sho'rimiz quridi, otaxon. Yangi yasagan guvalalarimiz yomg'irda balchiqqa aylanib ketibdi. Hikoya tamom. Xulosa o'zingizdan.